qaranglar. Ma 9-chi qurning nimasi? 9-chi qurningki mazmun nima desanglar. Maning o'zi bir tal string go. Bir tal stringningki ismi input. Ya'ni string input degan string. Mushning qiymatini men yangidan bir qitim assign qilaman. Ya'ni nimaga? Mushu inputninki, mush input degan stringningki bir tarmoq stringi, ya'ni 0-chi indeksdan boshlangan va toki mush ayinchi, ya'ni ay degani nima desam, ya'da mush input degan stringning ichidagi mau A to Z ning ichidagi xohlagan bir elementlar o'xshib qolgan o'rni, ya'ni A to Z ning ichida chunki butunlay cho'ng harflar bor, demakki ma inputning ichida xohlagan bir yerda bir cho'ng harfdan birini tep bo'lsa, shu indeksgacha bo'lgan oraliqdagi substringsni evalib, ya'ni tarmoq stringni evalib, uning keyniga bir tal bo'shliq ketib, ya'ni bu yerda men ayni yazsam, ayinchi qiymatdagi characters nima desa, amiyatda ayinchi o'rnidagisi C oldu. Misal mana bu 0, 1, 2, 3, 4. 4-chi indeks mana bu. Ama ma substringning alaydigini desa, men 0 ma tarafi sol tarafi yepiq interval, ma taraf uchiq interval bo'lgani uchun, demak men ayinchi qiymatni olmaydi mana bu. Ayning oldidagi qiymatni oldi. Ay minus 1 oldi. Demak, miyada hozir C ning o'zini olmaydi, faqat men C ning oldidagi butun qiymatlarni hammani ma'noga yig'ib oldi. Mayli buning oldida bir tal roman o'p ketishini qat nazar, hammani yig'idi. Anandan keyin dal mushu ayinchi qiymat mushni ep bo'lgandan keyin oraliqqa bir tal bo'shliqda buni qo'ydi. Undan keyin anandan keyin input degan mushu stringningki substringsi aniki shu ayinchi qiymatdan boshlab ma tirnoqning bu sol tarafidagi yepiq interval emasmi, shunga ayinchi qiymatni oladi va nega chaldi? Mushu input degan string, ya'ni 100 ming tal harfdan bo'lgan bo'lsa 100 minggacha, 10 tal harf bo'lsa 10 talgacha mush uzunligining qiymatiga teng bo'lgan qiymatigacha karaktergacha oladi degan. Demak bu bir o'zgarishchan bir son degan. Okay. Mushni elib hisobda anan keyin demak oxirgi hisob nima bo'ldi? Miyaga bir tal bo'shliq qo'yildi degan. Avtomatik. Xo'sh, amma mani qilib bo'ldik. Qilib bo'ldik endi. Tugabdi undasa. Agar tang bo'lsa qilib berdik. Else deganni qilishning hojati yo'q. Else bo'lsa bo'laverdi. Okay. Endi hozir gap. Inputninki bu oraliqdaniki, men sizlardan bir tal savol so'ray. Hozir men inputninki misol men bayotdan qiyma bu ma'noda 12 tushunami? Mening uzunligi men lengsi, ya'ni 4, 3, 7, 5, 12. 12 men miyada mening lengsiga birini qaytib berishim kerakmidi, kerak emasmidi sizlarcha? Men chunki bir tal bo'shliq ketildi emasmi miyaga? Hammaning mikrofoni yetikchimi? Qayerga qaytib beraysiz? Ya'ni qaranglar, men misolda ma input degan stringning uzunligi 12 qo'shunami? Amma Ya oldu. 12. Uzunligi 12. Uzunligi 12 ama ma 11-chi indeksdakin. Ma 4-chi indeks bo'lganligi uchun shunga. Meni demoqchi ham hozir men length chunki men oraliqqa bundaq bir tal bo'shliq qo'yib qo'ydim emasmi? Bo'shliq qo'yib qo'ygandan keyin demak agarda misol bu 12gacha bo'lib qolib qolsa mening uzunligi bu bir tal bo'shliq qo'yib qolgandan keyin demak keyindagi ya'ni bo'shliqni birda qo'yib qo'ysam hozir mening uzunligi 13 oldi degan qo'shnami? Bo'shliqni birda qo'ydi. Demak men bu yerda hozir lengthga birini qaytib berishim kerakmidi, kerak emasmidi sizlarcha? Mencha kerak emas. Kerak bo'lmasa oqistiki birisi qamqamamdi. Tekshiramaydi demoqchimi? Lekin qaranglar, bir narsaday. Men bu yerda inputning lengthini oldim, ammo men mushlining hammani input qo'ydim yana qaytadan. Demak, bu yerda input o'zgardi o'ziga.
Bu demek inputning lengthimi tang o'zgaraydi degan. Demek qo'shib bermasak ham bo'ladi Qo'shmasak ham demoqchi. bo'ldi, qo'shmasak ham bo'ldi. Tushundingmi? Ya'ni qo'shmasak ham bo'ldi. Hisob tutsa tushundinglar kamida maqsadni. Okey, bo'ldi. Just stay. Endi demek hozir substring bo'ldik. Meni tugdi bu kod. Alimjon, O, albatta men deganim to'g'rimi? Masalan, shu bo'shliqdan birini berdik oldiga, anining uzunligi 12. aha, Bo'shliq bilan 13 bo'lib qoldi. Agar uni tekshirib qolsak, to'g'ri. birisi chiqmaydi. Uning chuqum u shaklda bo'lib qolganda birini qo'shib berishimiz kerak, to'g'ri. To'g'ri, ashuna bo'ldi. Agar hozir sizdek butun hammasiningki qiymatini input qilib bersak, birini qo'shsak bo'ldi. To'g'ri. Qarang, agarda qarang, masalan, men hozir misol bu yerda string, qarang, string s1 deb bir tal bir stringni men qurib qo'ygan bo'lsam, tim qurib qo'yib, ani men yani s1 ga bergan bo'lsam, tim Tiniz. tim uchoqda men miyaga input length plus tang bir deb bir narsa yozishim kerak. Voy, nima qilmaydi bu? Input length tang yakonsa bunday input length tang. Input length tang, input length bu şaplamda qo'yma. Input length plus 1 deb to'g'ri chiqdi. Xato chiqdi gap bunda. Buna qilsam bo'lmaydi. Chunki ma input yanasini uzunligi olg'an uchun shunday o'xshaydi. Xatolik hisobda. Ya'ni aşağıda aniki birini qaytishim kerak deydi. Chunki men boshqa bir tal bir indeks, boshqa bir string bo'layotganda, chunki qiymatni. Misol men ma'ni ma input length deganni bir tal 5 tilamkin. Misol string misol tamam. String misol I'm string deb yozmasam bo'lgan. S2 deb tang input length deb yozib qo'ygan bo'lsam, tim. Buni men nima S2 basam bo'lganda. O ma string emas ras. Voy, input, integer bu. Endi. Shunga bo'lmabdi da aytgan hozir. Ma hozir okey. Ma n ga tang qoldim hozir, ha. Misol men nega demak endi input length demay endisam bo'lmaykan. Endisam to'g'ri. Endisam bo'ldi to'g'ri. Endisam no. Miyaga endisam bo'ldi. Endisam bo'ldi. Ananiki men miyaga demak n plus basam uchoqda ashuna qilishim kerak haqiqatan. To'xtang, input. Shuna bo'lish kerak ha. Aşağıda bo'ldi siz degandek, ya'ni men uchoqda demak men inputning uzunligiga birini qaytyaptim degan gap men hozir. Chunki n deganning o'zi hozir inputning length emasmi? Inputning uzunligi diye shu n ning o'zi miyada. Men shunaq oldim, ananiki miyada birini qaytib berishim kerak. Chunki men nimishqa ma input degan ma'ning ichidagi ma aslidagi ma qiymatni men o'zgartmadim amatda. Ma input degan stringni o'zgartmay qo'yib, mush input degan stringning ichidagi narsani oxirgi o'zgargan qiymatini men s1 ga biryapman hozir. Ma xilafda demak s1 ning ham uzunligi o'zgarapman edi. Ammo ma inputning uzunligi hech qanday o'zgarmaydi. Demak, har bir qatim bir bo'shliqni bergan vaqtida inputning uzunligini o'zgartishim kerak, ya'ni cho'ngaytishim kerak. Bo'p qoldi, lekin uchoqdagi xatolikdan birisi chiqarmkin deyman. Tamam. Biz bu kodni yana shu boshdagi usulimiz hammadan to'g'ri shu to'g'risi shu. Bunda boshqa bir tal narsaga bir o'zimizga ish topgandan Jihatqandan quloq tish qaynoq suv ishlab tikamiz. Qanotli
Ctrl Z'ni bassanız hakkı keldi deb turasiz. Şu aşağı qatma şu. Ha, bo'ldi-ku, ha? Ha, okey. Ha, Ya. bo'ldi. Ha, bo'ldi. Demek qaranglar, ma mazmun tushadinglar, shunami? Meningga bo'shliqdan birini qet deb, ma keyinlik narsani qet deb, ma input qilib beryapman. Demak, inputning uzunligi to'xtamasdan uzrab menyapti. Demak, men u qolgan jihatini ansirmasam bo'ldi. Okey. Men faqat eng oxirida input z. Ana input ne return qilib berishim kerak. Okey. Hatta men buni bespersam bo'ldi. No, bo'ldi. Bespermay. Unda oddiy ishlarni qilib o'tmayli. Okey. Misol men hozir bir klassni quray. Group meetingning ichiga test deblam. No, men bir test varmı ya? Niye redlik sizden ama klaslarınız, package'larınız. Okey. Bunu özüm yazmayı tapamayı bırakalım. Men tapamayman hozir bek chiqib ketdi chunki shunga. Okey, qaranglar, hozir men deb oyatdan qinasini qilib boqay. Men o'zim qo'limda yozay bir tal narsani. No, qo'l yozib bitamay ras. Qo'l yozib bitamay tordan bir yerdan bir tal topay misol. Misol Java while loop, do while loop yoki bir tal text topay misol story deb. Story. Short story. Short story da ya, to'g'ri. Short story. Desam bir tal storydan birini tep burdi. Shuning ichiga hammasini. Asli biz bo'shliqni uchirib cho'ng'arib qilsak xo'p degan to'q. Hadi bak oson bo'lar ekan to'q. Ma bu qisqa bir tekstni hamini hep o'tmay bo'ldi ya. Bir abzas qilamiz. Chalayapman. Chekitga chalay bir qo'rni. Qaranglar. String text day tang ma'noga tushunami? Endi men ma'ni endi men bo'shliqni evitishim kerak, yo'qotishim kerak. Bu mayarki men bu ras kichik harf emasda. Okey. Lekin cho'qim cho'ng harf bo'lish kerak mayala. Bo'lmasa bo'shliq tashlamaydi-da, tushunami? Yeah. Cho'ng harf bo'lmaydi. Ha. Cho'ng harf. Cho'ng harf bo'lsin. Yes. Hang. Tamam, biz qilmaymiz. Hech bo'lmasa shuni qila olganmiz-da oxirgi hisobda. To'g'rimi? B. Yes. Ya'ni bu narsani har bir tal cho'ng harfning oldidagi cho'ng harfning oldiga bir tal bo'shliq tashlash kerak ya'ni. Faqat men birinchi harf uning sirtida, ya'ni. Ammo buni qilish uchun qanaqa qilman? Indeksimni qurib oldim. Men stringni qurib oldim. Endi men o'zimning metodim bakın sizler taxir yuqib ketganmi deyman. Hech qanday gap qilmasanglar. Endi men qanaqa qilmadi desanglar. O'zimning boshda nimamni chaqira olman, klassni chaqira olman. My class. Ananiki uning ichidagi metodni chaqirishim kerak. Metodning ismini bitti. Qaysi abem yazılımızmı? Aha. Metod mana bu metodning ismi if there capital Character ya. if chiqmadi? If Bu there yazılmışda çıkarttı bu. O'zi chiqish kerak-da. cho'ng harf kichik harf ashdan diqqat qilmadikmi ya? Yo'q, unda emas. If there degan cho'ng harf ekan. Vay. Baytdan qarang. Mana private'ni sinayman deb yozib qo'yibman ekan. Endi sindiq mana. Okey, mana private qilib qo'yishqa shunga qaranglar. Private'niki sababi mana. Shunday yadi bo'lib qoldi qaranglar.
Deymiz, baytın sınayma dep uni unutib qolib, endi sindirib ketdi qaranglar mana. My class Bir deb üyümüş yazib, oldu. checkat if they are desam, if they are desam hech kim chiqmadi. Ya'ni if they are deb narsa chiqmadi. Amma mani private ni public qilib qo'y. Naqlasam amdi check if there mana if there are capital character then front it bundaq qildik. Buningga nima so'raydi? Bu nima so'raydi? Mendan bir tal string so'raydi, shunami? Stringdan biri so'raydi. String ma text degan string shu. Men buning ichiga text yozib berishim kerak. Text degan yozib beraman va men yerga semikolon deb buni yozib qo'yaman. Bu menga nimani qaytardi? Bir tal string qaytarib berdi. Men bu stringni xohlasam bir tal string tan qo'ysam bo'ldi, yoki bo'lmasa mushuning o'zini da elib, ya'ni mana o'zini az semikolon amdimlikni esot deb, ma esotni ichiga ma'ni yozib bersam bo'laverdi. Ma'qul shaklda besib berdi qaranglar. Mana run qilayimda. İnşallah hata çıkmışlar. Batıda. He? İşim çıkmadı. Bir şey çıkmıyor. Hep qaytarib berish kerak bo'ldi. To'g'ri, miyada bir xatolik bormi yo? Hozir bundaq chegildi. Inputni qaytarish kerak bu. Bizning nimamizning ismi input. For inputni qaytarmadi. No. Men hozir ma'ni yamsa ma'ni qilib turib string s naq boqay public string s out s no length okay. Voy to'xtab turinglar, men bu mening kodimni bir yerda Hatalık çıktı ya. ne xatolik. Bir nasıl tunmayvattam diye. Bu men bir narsa yoz deyotdi menda. Scan koymasanız üstüde bir yerlerge. Shunday emas shu scan deb yo'q buningda. Biz okumaydigan bir narsa esi koydunuz mu ya? Patronlar. Kodim shu hamda. Boshqa narsa yo'q. Men kalkulyatorni biroq o'chirdi. Call order method. Ama call order method nima? He? Call order method nima? Bunu o'chirasak bo'ldi. My class. Call order method. Call order metodning ichidagi to'g'ri my class. Lekin bu nimishqa mendan bir narsa kirgizmaydi bu. Allah eğer ma 3 kapka kalsa ügünüş kılıyırlar men çüp kitey et bunu bol musabık diye. Buldu.
Keş Buldu buldu. kalsam kopamaymak için. Ha buldu. Diye Hatta başına ya komsa ben miyagi çok rangla. Esota bespirgal bakay şu olmasa inputni bespa da bakay. Şimdi icra edelim bunu da. Hmm. Okay. Okay. Bayatınqı nima kodning ijro olmay qilishning sababini ozroq tushungandek his qildim, lekin qaytadan o'nglab yozib baxmadim, ammo balkim endi yoza olmayman deb o'ylayman. Shunga ozroq tushunganimni video qilib nima qildim. Okay. Ma kodda bizniki inputning qiymati moddiy. Ananiki biz bunga ya'ni 0-chi o'rin, 1-chi o'rin, 2-chi o'rin moddiy, 3-chi o'rin, 4-chi o'rin kelganda, ya'ni oyning qiymati 4 bo'lganda bir tal cho'ng harfdan birini tepib oldik va shu o'rinda bir tal orliqqa bir tal bo'shliq qo'yib qo'ydik. Tushunami? Bo'shliq qo'yib qo'yganda qanday bo'ldi desa, yangi inputning ismi, yangi inputning qiymati bunday bo'ldi, tushunami? Ya'ni bo'shliqdan birisi qo'yildi. Endi şunun da hem de ayının kıymeti 4 diye hem de 5 göz giraydı mı ya da ay plus plus lan. Ayının kıymeti 5'ini seliştirdim qarang. 5 diye nima? 0 1 2 3 4. 1 0 1 2 3 4. 5'i de 4'ünü seliştirdim diye. 4'ünü seliştirip 4'ünü seliştirip boşluktan bunu koygan diye. Endi 5'ini seliştirip uçadı keyingisi yana bir tal çoğarıp bo'lib qoldi. Çünkü ayıq birini qatqandan keyin 5. Yani 5'i de 4'inchi harf çoğarıp düşünami? 0 1 2 3 4. 4'inchi harf çoğarıp diye. Endi ayıq birini qatdıq 5 oldu. Ama miyaga bir tal boşluqdan birini qo'yatdik. 0 1 2 3 4 5. 5'inchi harf yanlam çoğarıp degan gap. To'g'rimi? Tamam. Orliqqa bir tal boşluq qo'yatdi, to'g'rimi? Endi ayının qiymati 6 oldimi? Çünkü mavu inputning ichidan mavu A to Z'ga cho'g'a harflarning ichidan bir talni tepib oldi-da, çünkü cho'ng harfdan birini, ya'ni cho'ng S'ni tepib oldi. Cho'ng S'ni tepib olgan ekan, oyga yana birini qatdiq-ku. 6 oldu. Endi qarang. 0 1 2 3 4 5 6. Demek 6-cı harf yana cho'ng. Okey. Oyga yana birini qatdi. Ama miyaga yana boshliqdan birini qo'ydi. Demek bu şekilde mengayverib boşluk ketaverdi ve bu kod mangu icra oldu. Yani mangu deyman. Ayının qiymati integer hesapda 10 xonlik
2 necha degan 10 xonlik sangacha ijro oldi degan gap. Ya'ni shuncha 100 milliard dona bo'shliq qo'yilib menib ketadi degan gap. Shu sababdan kod shu sababdan ijro bo'ladi degacha. Ya'ni ijro qilsam, ya'ni bu kod tugmaydi ya'ni. Tugmaydigan bir kod yozilib qolibdi. Sabab shuki, qarang, ijro bo'lib ketyapti bu. Amaliyot mendan bir narsa yoz deb so'ramabdi bu asli. Yozdigan ya emasga bu. Ya'ni bu kod hozir mengatdi degacha. To'xtamay cho'ng harfni tepatdi. Ya'ni miyadagi ma kodning ichidagi ma bu k'dan o'tib bo'lib, ma k'ga keldi. Ma k'ni topdi, tep bilan. Ma e'ni topdi, ma cho'ng harfni tep bilan. Buni shunday bo'shliq tashlab ketaverdi hozir. Ya'ni biz bu yerda kodni azroq xatolik va ammo biz buni o'ngshashning usuli qanday desangiz, başta men to'xtatay kompyuterim. Qitib qolmasin. Biz buni o'ngshashning usuli qarang. Ma'ning keyniga, maqurga. Maqurda biz oyning qiymatiga birini qatvasak bo'ldi. Mayada qatmay, miyada yana bir qatim qatadi. Lekin men miyada yana bir qatim qatitay. Çünkü bayadığınızda her qatimda boşluqning keyinligini tep boşluq qo'yverdi-ku, cho'ng harfning. Çünkü cho'ng harfning indeksi birisi qo'shilib ketib qilaverdi-da, çünkü oraliqqa bir tal boşluq kelavergandan keyin, to'g'rimi? Cho'ng harfning indeksi, ya'ni qarang ha. Misol hozir ma'noga C'ning indeksi 0 1 2 3 4. 5. C'ning indeksi 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4. Boşluktan birisi geldi, hem de 6. Hep 5 de. 5 ya. Ama yanılam ayının kıymeti mu birisi qatılıp mevatıdı ve bunun mu indeksi üzümü yuğunap menayı verdi. Yani birisinin kısı, yani birisi qatılsın, yani okşaş muşun tapıdı. Keşke o muşun tepeyi yurdu. Toxtumaymış, sinil tapıdı dengim. Yani şu sebepten aşağıdan bu tügme atıdı bu kod. Ama bunu tügütüşün usulü mü? Mayaga bir tal boşluqni biz qatdiq. Qatgan bo'lgandan keyin buning indeksi birisi qaytilib ketdi. Biz ham buning indeksining keyingisini tepish uchun biz mishat boshliqni qo'yib bo'lgandan keyin ma'ning ay degan ayning qiymatini bir oshirishimiz kerak. Birini oshirib olsak, undan keyin keyingisini izlaydi. Ya'ni cho'ng harfni tepib bo'lgandan keyin cho'ng harfni tepib, cho'ng harfning oldiga bir tal boshliqni bilan qo'yib bo'lgandan keyin undan keyin cho'ng harfning keyingilarini izlab ma'noga gap ma'noda. Tushundingizmi? Ham biz ma'ni ijro qilib boqaylik. Miyaga to'xtanga ma'noga hamda return input qilyaptim, bo'ldi, to'g'ri. Okay. Men miyaga unda o'zim bir tal narsa qaytib tushmay, bu shu bayatda men bitta stringni bir qurib olgandim mega. Qani u string yan bir tal bir test degan dugu deyman. Ma'noda emasga. To'g'ri, bayatdan boshqa bir tal bir testning ichida rasu. Mana. Ma'ni choplab eklayamdi. Okay. Bunda bo'ldi. Ma'noning ichiga hamda tekstni ham yozay. Meningcha ham ishlaydi mana bu. İnşallah. Qarang. Bo'ldimi? Welcome to the Bo'ldi? Maqsadimizga yetdik hamda. Lekin miyadagi narsa tushundingizmi? Mayadagi narsa. Qayerga? Mayada biz nima ish I++ qatqinimizni. O'sha Sen yangi tushundingiz lekin ha? Okay, qarang. Siz hozir men xatni aniqroq ko'ralaysiz, ha? Sen tushunasizmi? Bunaroq hozir ko'ratamsiz aniq? Ko'radim. Bunaroq sal kichiltay bo'lsa, balki uyg'onib ketsa, ekranim potmaydi mana. Okay.
qarang ha. Hozirgi qarang, 10-qurning mazmuniga sizsan. Mana o'zi input-ku. Mana o'zini biz input deb boshlab input degan nima deb mushuni deb evagan to'q. Mush input shu. Endi agarda mana ichidan biz J'ni ayning qiymatini birdan boshlatdik, ya'ni A'ni hech bir qaramaydi. Chunki bu A boshlanishi bo'lganligi uchun shunga bo'lmasa bu A zaten baribir cho'ng harf boshlanishi, har bir tal so'zning birinchi harfi cho'ng bo'lishi kerak deya requirementda. Shuna bo'lganligi uchun demak buning oldiga bo'shliq qo'yishning hojati yo'q. Shu sababdan ayning qiymatini birdan boshlagan. Ya'ni ma ikkinchi harfdan boshlaymiz. Tekshiraymiz. Tekshirib biz ananiki mush inputning qiymati tang va 10-qurda. Mush inputning avval qiymatining substring, ya'ni agar mayada bu shart hozir qanoatlansa, ya'ni ma'noning ichidan cho'ng harfdan birini tepib olsa, ya'ni ma'noning ichidagi qolgan bir tal narsalar o'xshab qolsa degan gapda, cho'ng harfdan birini tepib olgan holatida ma'noning qiymati tang, input tang, inputning mush cho'ng harfni tepishdan burunqining oldidagi butun nimalarni, harflarni ma shaklda ifodalab oldim. Substring, çünkü matrap uç interval olgu. Uç interval olgan ki ma'ni o'zi kelmaydi. Ben 0-chi indeksdan boshlab dedim. Saqlab oldim. Buningga qo'shiman bir tal bo'shliqni. Andan keyin buning yana qo'shiman input substring yana mush ayinchi qiymat. Biz hozir mushni tekshirdik-ku, mushni topib oldik-ku cho'ng harfni. Mush qiymatdan boshlab, mushning indeksidan boshlab eng oxirgi indeksgacha bo'lgan ne? Yani mayaga qo'shiman bir tal bo'shliq. Andan keyin buning qo'shiman ma'ni. Voy. Ma'ni dedim. Ya tushunasizmi? Bunday bir shaklda. Yani bu albatta qilsak modal bo'ldi-ku hisobda. Bir tal bo'shliq ketildi degan gap. Demak, men 10-qurning 10-qurning nimasi shu. Ma'nosi endi bizda bayoningizda bizni o'ylantirayotgan xatolik nima chiqqan desangiz, endi keldik biz C'ni qanchinchi o'rinda topgandik bayondan va bo'shliq yo'q vaqtda 0 1 2 3 4-chi o'rin. 4-chi o'rinda topgan. Demak, men ayning qiymati 4 deyishnaman. Men ustidagi ayning qiymati 4 bo'lib bo'lgan allabirun. 4-chi o'rinda biz bir tal cho'ng C tepib oldik va andan keyin ma 10-qurning mazmuni bo'yicha menga bir tal bo'shliqdan buni qo'yatdik. Andan keyin ma'nosi yo'q deb o'chaqda taqa. Shunami? I++ yo'q deya. Yo'q deya. Yo'q ahvolda qanday bo'ldi? Bu ma for loopning ichidan chiqdi. Chiqib, tamam, meyadaniki ma bu qolgan 26 harfning 26-chi harfgacha meni bir qatim son o'tdi ma bu. Ma kichik for loop ichidagisi. Sanab bo'lib adab tugagandan keyin anda yana ma'ya qaytib keldi, yana ma cho'ng for loop qattiq. Bunun da ayning qiymati amdiq 4 daqiqa. Bu degani paloniyaga berish kerak. Shunga birini qaytyapti. 5 bo'ldi endi. Bu ayning qiymati 5 mi? Ayning qiymati 5 bo'lganda endi 5-o'rindagi harfni izlaydi, qarang. 0 1, ya'ni 5-o'rindagi harf bilan ma cho'ng harf bilan selishtirdi degan gap. Tushunasizmi? 0 1 2 3 4 5. Yani o'xshash C'ni tekshiradi hozir. Bayami C'ni tekshirgan shunami? Shu. Yani C'ni tekshirdi, demak C'ni topdi. Yani ma 10-qurning shartiga tushib anda yana ma'ning oldidagi C'ning oldidagi butun narsaga qatman bir tal bo'shliqni ananiki va C'ning keyindagi va C'ni o'z ichiga hamma narsaga. Demak, menga 2 tal bo'shliq qoldi hozir. To'g'rimi? Endi keldik ma I++ yo'q diye. Yani ma yo'q holat ma bu. Men yo'q ahvolda qanday bo'ldi? Yana bir ma for loopdan chiqishdan burun birini qaytish kerak-ku. Ma bo'lmagan taqdirda men tunagan so'zlaganman. For loopdan chiqdi degan chog'da birini qatdi ma bu. Tamam, meyadagi ma bu kichik nested for bir qatim ijro qildi 26-harfgacha, lekin tiz ijro bo'lganini biz uni bilmaymiz.
Ananki birini qatdi demek ayının kıymeti bayağı 5'ti. Hem de 6 oldu. Qarang hamda. Hem de 6. harfni selishtirdi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. harf yan cho'ng harf. O'xshash usuldan demak miyaga yana bir qatim bo'shliq qo'ydi. Keyin qiymat 7 bo'ldi. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani okuyuşla sibu adalı. Ha şu. Çünkü bu her bir qatim kayniga bir qadam surilyapti Bir emasmi? noktada ben Ha, demek doğru. bu şekilde bo'lganda agar biz miyaga i++ni qaytatmasak, bu kod bunda ijro bo'ldi. To'xtamay. Hattoki Gidiyor mishaga ya. qarang, mishaga qanchatal bo'shliq qo'yitdi desangiz, qanchatal bo'shliq qo'yasizcha? Chunki bu I integerdan, ha? To'g'rimi? Integerning qiymati integer data type deb yozay. Mana mishaga chiqildi degan. Mushuncha Onu- aytdim. Ha, 9, ma 400 ming, 7 milyon, 12. 47 milyon, 147 milyon, 2 milyard. 2 milyard dona bo'shliq qo'yib qo'ydim yaga. Şunu bayatın şu toxtamay icra olğundan səbəbi şu. Ta ki mən stop qılğıca. Şu səbəbdən məni verən bu kod hazır. Bayatınca. Mən şu səbəbdən qarang. Əmdi gəldi qarang ha. Ma i++'ın qoyuşunun səbəbiga. Birinci qatımda. izledi siyir geldi şuna ama sen selişti diye tapdı. Ama aynı hiçbir izlemedi. 0, 1, 2, 3, 4. harf. Demek ayının kıymeti 4. Doğru mu? 4'te bir tal manın içindeki okşaş bir tal elementten birini tep aldı. Tamam. Bunu bayağı takıdak şekilde mayaga nim qilib, manın o'tirsa bir tal boşluq qo'yib, ma tarafini qetib oldi. Ve ben şu çağdılam ayının kıymeti bu şuna qilib bo'lgandikinlar ayının kıymeti birini qetib etdim. Hazır o'zi daral miyada o'zim manuel birini qetib oldim. Demek ayının kıymeti 5'i 4'ti. Hazır 5 oldu. M'di mayada ma for loop'ның yana bir tal i++ var. Bu for loop'tan chiqishdan burun yani bir qatim mashinasi ijro oldi-ku. Eng oxirgi ijro oldi-ku normalda for loop'ның ichidagi butun kodlarning hamsi ijro bo'lib bo'lgandan keyin andan birini qatadi o'ziga. Shuna bo'lganlik uchun mayada men o'zim birini qetib oldim. Manuel ma o'zi yana birini qatdi. Shuning bilan demak 4 ga 2 qetlik ketdi degan gap. Shunami? Demak 6 oldi degan gap. Demak men 6 bilan 6 ni ma'nodan selishtirdi. Tushdi shartga. Okey. Endi 6-harfni izlaydi ma'nosidan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma'rifni izlaydi. Ma'rif ma'nosi bormi yo'qmi? Tushundingizmi? Yo'q. Demak demek qanday oldu? Ma if'ning ichiga if yani selishtirmoq diye tushmaydi, shart tushmaydi. Demak, miyagi ma i++ ishlaydi degan gap tushunami? Ma i++ chunki ma if'ning ichidagi i++ bu. Shu sababdan bu i++ ishlaydi. Faqat ma o'zining ma for loop'ning o'zining normal i++'ni ham ishlatadi. Demak, ayning qiymati 7 bo'ldi. Ma'ni bilan selishtirdi. 8 oldu, ma'ni bilan selishtirdi. Miyaga bir tal boshliqni qo'ydi. Andan keyin daralmani nim qo'ydi, bir tal birini yo'g'antadi. Demak, uniki ma'ni yo'g'anti o'chaqda, uniki ma'ni izlamaydi, ma'ni izlaydigan gap. Shu sababdan miyaga i++dan birini ortiq qo'yib qo'ydim. Tushundingizmi? Demak, endi ma xil shaklda bo'lganda, ma kod ishildi degan gap endi. Okey. Endi xotirjam bo'lib uxlaydi aldım. Bo'ldi. Okey. Bo'ldi. Endi men rekordni to'xtatib qo'yib, birdamki yo'llab qo'yman.